Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun ko'raylik kanalida Nintendo kuni. Yangi Nintendo Switch 2 Pro Controller va afsonaviy Nintendo Virtual Boy va eng qizig'i Nintendo bizga sovg'alar yuborgan. Qani, keling, birgalikda ko'ramiz. Demak, avvalambor bizga hamkorlarimiz, do'stlarimiz Gamebox.uz Telegram kanalidan, onlayn magazinidan yuborishgan. Demak, mana bu Nintendo Switch 2 o'yin pristavkasi. Unga demak mana shunaqa chexol. Pro Controller 2. Himoya oynasi Nintendo Switch 2 ni ekraniga yopishtirish uchun. Va SD karta. Hop. Bu Gamebox.uzdan taqdim etilgan. Minnatdorchilik bildiramiz. Do'stlar, agar shu kunlarda Nintendo Switch 2 xarid qilmoqchi bo'lsanglar, birinchidan men maslahat qilaman, aynan shu kunlarda demak Nintendo bo'ladimi yoki PlayStation bo'ladimi xarid qilishga. Sababi hech kim uchun sir emas, oxirgi payt gadjetlar uchun xotiralar nihoyatda qimmatlab ketdi. Men o'zim masalan demak kameralar uchun SD kartalarni bir 2-3 oy oldin bir narxdan olgan bo'lsam, yaqinda olganlarimni bir 2-3 barobar qimmatga olgan joylarim ham bo'ldi. Shuning uchun Sony kompaniyasi rasmiy ravishda e'lon qildi narxlarning oshishini, ya'ni Sony PlayStation o'yin pristavkalari demak $100 gacha ko'tariladi. Nintendo ham shu haqida rejalar borligi haqida gaplar yuribdi, lekin hali rasmiy ma'lumot bo'lgani yo'q. Shuning uchun aynan Nintendo ni masalan oladigan bo'lsanglar, Gamebox.uz Telegram kanaliga kiringlar, bu yerdagi narxlarni, o'yinlar qanchadan, pristavkalarning o'zi qanchadan, keyin obuna bo'lish xaritalari qanchadan, shularni hammasini bilsanglar bo'ladi. Kanalni men demak izohlarda qoldiraman. Kiringlar, ko'ringlar, olinglar va bahramand bo'linglar o'yinlardan. O'yinlar nihoyatda zo'r. Buni demak bugungi roligimiz davomida ko'rib boramiz sizlar bilan birga. Bundan tashqari Nintendo kompaniyasidan biza Nintendo Virtual Boy yangilangan demak garniturasini xarid qildik. Mana o'sha garnitura. Biroq bu garnituraga qo'shib Nintendo kompaniyasi bizga o'zining merchini ham yubordi. Ya'ni bu yerda mana Mario'ning mana bunaqa kiyimi, demak shapkasi, ikkita qo'lqopi bilan, maykasi yo'q menimcha. Shapkasi bilan ikkita qo'lqopi faqat va demak Donkey Kong Bonanzani demak merchi mana shunaqa futbolkasini yuborishibdi. Demak rahmat deymiz endi Nintendo kompaniyasiga. Bir kiyib ham ko'rsak bo'ladi menimcha. Qani efirda qanaqa ko'rinadi. Xo'p, do'stlar, demak mana Nintendo kompaniyasining merchi. Bundan tashqari demak mana mo'ylovi ham bor ekan, uni endi taqib o'tirmadim. Xullas juda ham ajoyib. Yosh bolalarga o'ynash uchun juda ham bir yaxshi bo'lsa kerak. Endi yuborishibdi. Hurmat yuzasidan mayli kiyib ko'rsatib berdik. Xo'p, endi demak qaytamiz Nintendo Switch 2 ga. Oldin demak qutini ochamiz. Qani qutini ichida nimalar bor? Birgalikda ko'ramiz va sekin. Mana yana bitta narsasi bor ekan. Buni aytgancha o'zimga qiziq bo'ldi, nima ekan bu? Bu ham merch bilan birga kelgan Nintendodan. Nimaligini bilmadim men bu narsani. Mana bunaqa esingizda bo'lsa, Mario'ni boshi bilan urib yuradigan g'ishchalari bor, ichidan tanga chiqadigan. Mana shunaqa tanga ko'rinishida ekan. Plastik bilan g'ilofmi bu nima bu? Hop. Bu demak shopping bag, ya'ni xaridlar qilish uchun maxsus sumka. Demak Mario'ni mana Mario'ni akasi Luigi, bu o'sha qiz prinsessi, uni Bowserdan qutqaradi. Peach adashmasam agar. Bu Toad, bularning o'rtoqlari, mana Donkey Kong o'zi. Xo'p, yana bir marta minnatdorchilik bildiramiz Nintendo kompaniyasiga yuborgan merchlari uchun. Endi sekin raspakovkaga o'tsak. Demak, raspakovkani boshlaymiz. Nintendo Switch 2. Bismillahirrohmanirrohim.
makulatura. Va demak shu bo'yicha qutining ichida yana bitta quti. Hop. Oxira. Demak, mana Nintendo Switch 2 ning o'zi. Ancha katta ekan. Men OLEDdan foydalanganman. Bu ancha katta ekan. Xo'p. Joy-Conlar bittasi. Mana ikkinchisi. Xo'p. Demak, ulanish bo'yicha qo'llanma. HDMI kabel, demak, dok stansiyasini televizorga ulash uchun. Va Joy-Conlarga, demak, ustiga yana kiydiriladigan qobig'i. Bu qobiq adashmasam agar Joy-Conlarni sichqon qilib ishlatish uchun foydalaniladi. Buni hali ishlatish jarayonida ko'ramiz. Xo'p, yana demak, bu bundle bizada, ya'ni Nintendo Switch 2 bilan birga Mario Kart World. Bu aynan Nintendo uchun eksklyuziv Switch 2 uchun chiqarilgan o'yin bu. Ya'ni Switch 1 da ham, Switch OLED da ham bu o'yinni o'ynab bo'lmaydi. Faqat Nintendo Switch 2 da o'ynasa bo'ladi. Demak, mana bundle ichida shunaqa o'yini ham bor. Bu juda ham yaxshi, chunki bu o'yin alohida, adashmasam agar bir $80 $70 atrofida turadi. Ya'ni bundle jamlama xarid qilgan bu masalada qulayroq. Xo'p, demak, grip ya'ni Joy-Conlarni demak mana shunaqa qilib birlashtirib, mana shunaqa joystick bo'ladigan bu bir uskuna. Bu grip deyiladi. Hop, bundan tashqari demak yana quvvatlash bloki. Juda ham vahimali, juda ham katta ekan o'zi ham. Mana shunaqa quvvatlash bloki. Darvoqe shu yerda bir narsani aytib o'tmoqchiman, do'stlar. Nintendo qana qilib amalga oshiradi bu narsalarni men bilmayman, lekin Nintendoning quvvatlash blokidan boshqa blokda har holda Nintendo OLEDda shunaqa edi. Agar quvvatlantiradigan bo'lsangiz, sekinlashadi tezligi. Nimaga unaqa bilmayman. iPhone'nikida ham quvvatlab ko'rganmiz, boshqa Androidnikida ham quvvatlab ko'rganmiz, Samsungnikida ham quvvatlab ko'rganmiz, Ugreennikida ham boshqa bir ishlab chiqaruvchilar bloklarda quvvatlab ko'rganimizda quvvati katta bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, farqi yo'q, sekin quvvatlanadi. Original o'zini Nintendoni blokida quvvatlanganda o'sha qanaqa quvvatlanish kerak bo'lsa, qancha vaqt bo'lsa, shunchada oladi. Shuni inobatga olinglar. Demak, Type-C quvvatlash va interfeys qismi. Va bu yoqda adashmasam agar endi qolgan narsasi bu dok stansiya bo'ladi. To'ppa-to'g'ri va mana yana dok stansiyasi. Demak, o'yinni. Do'stlar, ko'chada momaqaldiroq bo'lmoqda va qo'shni xonada remont jarayoni ketmoqda. Perforator ishlab turibdi. Shuning uchun qanaqadir ovozlar bo'ladigan bo'lsa, avvalambor uzr so'rab qo'yamiz sizlardan boshidan. Endi texnik bular nuqsonlar. Ahamiyat bermaysizlar bu narsaga. Xo'p, bu narsalarni demak olib qo'yamiz va ozgina Nintendo Switch 2 haqida gaplashamiz. Birinchidan kelinglar, mana Nintendo Switch OLED ham bor bizada. Mana ikkalasini solishtiraylik. Mana bu Nintendo Switch OLED. Mana dok stansiyasida. Mana bu Nintendo Switch 2 ham mana qaranglar, mana qizil rangiga, demak qizil rangini qo'yamiz va ko'k rangiga mana ko'k rangini qo'yamiz va mana dok stansiyasiga joylashtiramiz. Bo'ldi.
Mana ikkalasini ko'rsanglar bo'ladi farqini. Birinchidan bunda displey kichkinaroq bo'lgani uchun bu ixchamroq, bunda displey ham kattaroq, o'zi ham kattaroq. Mana qo'yib qo'ysa, shunda ham ko'rinadi farqi. Pristavkalarni olib qo'yganda dok stansiyalarda ham mana farqi bor. Ikkinchining dok stansiyasi, mana masalan birinchi demak switch OLEDni dok stansiyasi mana shunaqa ko'rinishda bo'lsa, switch 2 ning dok stansiyasi orqalari ancha yassi, ancha chiroyliroq ishlangan. Shu, xo'p, demak pristavkalarni o'ziga keladigan bo'lsak, demak asosiy farqlardan biri. Bunda switch OLEDda bu switch biri xuddi o'zi, faqat ekrani yaxshirog'i. Joy-Conlar mana orqasidagi tugma bosib chiqariladi, ya'ni mexanik ravishda. Mana shunaqa chiqariladi. Mana shundoq yana iziga solib qo'yiladi. Endi switch 2 da bular magnitda ishlangan, ya'ni orqada mana tugmasi bosiladi va Joy-Con chiqariladi magnitda. Bu yoqda ham magnitlari bor va magnitda qaytib qotiriladi. Bu yoq tomoni ham xuddi shunaqa. Magnitda chiqariladi, magnitda qo'yiladi. Ko'pchilik aytadi, endi masalan bitta qo'l bilan ushlaganda balkim chiqib ketar deyshadi. Menimcha yo'q, juda ham yaxshi, mana puxtagina ishlangan, chiqib ketgani yo'q, mana. Shu Joy-Conni o'zidan ushlab turibman. Ya'ni ushlab turibdi shu pristavkani o'zini. Bundan ortiq nima bosim kerak yana. Xo'p, demak Joy-Conni sichqoncha qilib ishlatish masalasiga kelinadigan bo'lsa, endi prezentatsiyada ko'rganim bo'yicha buni hali ishlatish jarayonida yana ko'ramiz. Mana Joy-Conga mana shunaqa demak kiydiriladi shu narsasi va mana sichqon sifatida demak stolda yurg'izib, demak mana knopka, tugma, mana tugma, bu yoqda mana stikladan foydalangan holda boshqarib, demak o'yin o'ynasa bo'ladi. Bu endi shooter o'yinlarda, ya'ni Doom bo'ladimi, yo boshqa bir otishmali o'yinlar bo'ladimi, o'shanda juda ham qulay bo'lsa kerak deb o'ylayman. Buni endi yana o'sha aytganimdek ishlatish jarayonida ko'ramiz. Displeylarga ham mana ahamiyat bersanglar bo'ladi. Mana farqi bor. Ancha displey katta buni. Ancha ham katta bundan. Lekin bunda displey OLED. Ya'ni bunda ranglar yorqinroq va qora nihoyatda bunda qora tusi bo'ladi. Ya'ni o'zi OLEDda qora juda boshqacha ko'rinadi, juda chuqur bo'lib, bir haqiqiy qora bo'lib ko'rinadi. Boshqa matrisalarda uncha yaxshi ko'rinmaydi qora rang. Sal ochroq bo'ladi, sal kulrangga tortganroq bo'ladi. Shunda farqi bo'ladi. Mana demak ikkala pristavkani bir kelinglar solishtiramiz. Nintendo Switch OLED va yangi Nintendo Switch 2. Agar texnik jihatdan qarasak, Nintendo Switch OLED bu aslida oddiy Switchning o'zi, faqat yaxshilangan versiyasi. Ichida Nvidia Tegra protsessori bor, grafika va umumiy quvvati ham xuddi oddiy Switch kabi qolgan. Bu yerda asosiy farq 7 dyuymlik OLED displey 1280 ga 720. Shuning uchun ranglar jonliroq, qoralar esa ancha chuqur ko'rinadi, lekin FPS yoki grafika darajasi o'zgarmagan. Ichki xotirasi 64 GB, dinamiklari yaxshiroq va dok stansiyasi LAN port bilan, ya'ni internetga sim orqali ulanish mumkin. Nintendo Switch 2 esa butunlay boshqa daraja. Switch 2 da OLED emas, balki yangi avlod LCD ekran bor, lekin u 120 Hz va HDR tufayli ancha ravshan va silliq ko'rinadi. 120 FPS qo'llab-quvvatlanadi. Dok rejimda esa 4K 60 FPS gacha tasvir chiqara oladi. Ichki xotirasi 256 GB va u microSD Express orqali kengaytiriladi. Bu esa ancha tezkor xotira. Protsessor va AZU aniq nomlanmagan bo'lsa ham, amalda Switch 2 ancha kuchliroq va zamonaviy texnologiyalarga moslashgan. OLED esa asosan ekran va qulaylik bo'yicha upgrade hisoblanadi, lekin quvvat jihatidan emas. Kelinglar endi solishtiramiz. Nintendo Switch OLED va yangi Nintendo Switch 2. Switch OLED bu aslida oddiy Switchning o'zi, faqat yaxshilangan versiyasi. Ichida Nvidia Tegra protsessori bor, grafika va umumiy quvvati ham xuddi oddiy Switch kabi qolgan. Bu yerda asosiy farq 7 dyuymlik OLED ekran 1280 ga 720.
Shuning uchun ranglar jonliroq, qoralar esa ancha chuqur ko'rinadi, lekin FPS yoki grafika darajasi o'zgarmagan. Ichki xotirasi 64 GB, dinamiklari yaxshiroq va dock stansiyasida LAN port bor, ya'ni internetga SIM orqali ulanish mumkin. Endi Nintendo Switch 2. Bu umuman butunlay boshqa daraja. Switch 2 da OLED emas, balki yangi avlod LCD ekrani bor, lekin u 120 Hz va HDR tufayli ancha ravshan ko'rinadi, OLED bo'lmasa ham, va ancha silliq tasviri. 120 FPS qo'llab-quvvatlanadi, dock rejimida esa 4K 60 FPS tasvir chiqara oladi. Ichki xotirasi 256 GB va u mana shunaqa micro SD Express kartalar bilan jihozlanishi mumkin. Bu juda ham tez ishlaydigan karta. Ya'ni oddiy micro SD emas. Oddiy micro SD da masalan 150 megabit sekund yoki shunaqa tezlik bo'lsa, bunda 800 gacha chiqariladi bu tezligi. Shuning uchun katta og'ir o'yinlarni karta qiynalmasdan o'sha demak pristavkaga bera oladi va hech qanaqa qochishlar bo'lmaydi o'yin jarayonida. Shuning uchun aynan mana shu micro SD Express karta bilan ishlatiladi bu Nintendo Switch 2. Shuni inobatga olib qo'yinglar, agar karta qo'yadigan bo'lsanglar. Endi protsessor va AZU haqida rasmiy bir ma'lumotlar berilmagan, ya'ni aniq ochiqlanmagan. Lekin shunaqa bo'lsa ham, amalda Switch 2 ancha kuchliroq va zamonaviy texnologiyalarga moslashgan. OLED esa asosan ekran va qulaylik bo'yicha upgrade hisoblanadi, lekin quvvat jihatidan emas. Xo'p, demak, pristavkalarni tenglashtirib bo'ldik. Endi o'zi umuman bir yoqiylikcha buni. Bismillahirrohmanirrohim. O'ng qo'ldan. Grafikasi ancha yengillangan ekan, ya'ni ancha qiziqroq qilingan interfeysidagi grafikasi va ovozida ham farqi bor. Shundoq bilinib turibdi, ya'ni hali o'yin o'ynamasdan turib ham ovozda farqi borligi bilinib turibdi. Ya'ni dinamiklar boshqacha qo'yilganmi yoki ovoz chipi bormi ichida, qanaqadir boshqacha ovozda farqi bor, bilinib turibdi. Xo'p, demak, yangilanish. Hozir soatini qo'yamiz. Demak, joykonlarni chiqarish bo'yicha, umuman foydalanish bo'yicha mana hozir qisqacha trening o'tilmoqda. Mana buni bittadan olib tashlaganingizdan keyin, ya'ni sistema tushungandan keyin, siz hammasini aniq bilganingizni, shundan keyin televizorga kechroq o'laymiz, o'tkazamiz. Demak, mana hozir yangilanish jarayoni. Mayli, yangilanib tursin. Bu yangilangunga qadar biz demak hozir Nintendo Switch 2 uchun demak Pro kontrollerini qutisini ochamiz. Qani, ichida nimalar bor? Bismillahirrohmanirrohim. Umuman bitta narsani aytmoqchiman. Demak, joykonlarda o'ynasa ham bo'ladi o'zi odatda. Masalan, portativ holatda joykonlarda o'ynagan qulayroq. Lekin agar mana shunaqa suyantirib qo'yib o'ynaydigan bo'lsangiz, birinchi varianti, masalan, mana yechib qo'yib, demak, mana qo'yib, mana buni ham gripi bor aytgancha, demak, mana joykonlarni gripga qo'yib, mana shu gripda foydalansa bo'ladi. Bu ham bir qanaqadir bir o'sha joystick vibe'ini beradi, kontroller vibe'ini beradi, lekin baribir bu to'laqonli kontrol bo'lmaydi. Sababi, masalan, ergonomikasi kontrollerga emas va yana qanaqadir qo'shimcha tugmalari yo'q, qo'shimcha funksiyalari yo'q, bari kontroller qulayroq bo'ladi. Shu bois, agar aynan dock stansiyada ko'p ishlatadigan bo'lsangiz, kontrollerni albatta olgan yaxshi.
Bu meni maslahatim. Agar ko'proq portativ rejimda ishlatadigan bo'lsangiz, ya'ni yoningizda olib yuradigan bo'lsangiz, unda joykonlarni o'zi yetadi. Xo'p, demak, Pro kontrollerimizga qaytamiz. Bilmayman, nimagadir ancha mushkul bo'ldi. Kontrollerni chiqarish mayli. Oldik. Xullas, mana demak, kontroller Nintendo Switch 2 ni Pro kontrolleri. Juda ham og'ir ekan. Men uyda bolalar Sony o'ynashadi. Yoki bir xil, yoki og'irroq, lekin ergonomika nuqtai nazaridan juda ham bir ajoyib ekan. Materiallari juda ham soft touch plastik emas, lekin shunga yaqinroq qanaqadir materialdan qilingan. Ajoyib. Demak, mana ko'rsanglar bo'ladi. Stiklari, mana tugmalari. Bu yerda ham demak, joystikka kristavinasi. Bu yoqda yana ikkita tugma va bu yoqda mana yana ikkita tugma. Endi buni asosiy texnik ko'rsatkichlariga keladigan bo'lsak. Demak, Switch 2 Pro kontrolleri haqida. Bu kontroller oddiy joykonlarga qaraganda ancha qulay va jiddiy o'yin uchun yaratilgan. Bu yerda HD Rumble 2 bor. Bu oddiy vibratsiya emas. O'yinda har bir harakatni qo'lingizda sezasiz. Zarba, harakat yo'q bir narsa bo'lsa, demak, o'sha vibratsiyasi qo'lingizga sezdiradi shu narsani. Mayda detallargacha. Motion control ham bor, ya'ni kontrollerdan qimirlatib o'ynaysiz. Bu ayniqsa aim yoki ayrim o'yinlarda juda qiziq ishlaydi. Ya'ni kontroller qo'lingizda qimirlatganingizda shu qanaqadir harakatlar ekranda ham amalga oshiriladi. Amiiboni ham qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni Nintendoni o'ynaydigan odamlar biladi bu narsani. Amiibo degan bir o'yinchoq figurkalar bor. Buni alohida sotib olinadi va o'shani demak, o'yinni qaysidir bir joyiga kelganingizda o'sha Amiiboni joykon shu Pro kontroller ustiga qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha o'yinda demak, yo bir qanaqadir qahramon paydo bo'ladi, yo bir qanaqadir sovg'a olasiz. Ya'ni o'sha Amiibo o'yinchoqlarni bu ham qabul qiladi. Oldin bu faqat pristavkani o'ziga masalan o'rnatiladi, pristavkani o'ziga qo'yilardi va ishlardi o'sha Amiibolar. Demak, eng qiziq joyi, demak, pastdagi GL va GR tugmalari. Bu tugmalarni o'zingiz xohlagan funksiyaga qo'yasiz. Masalan, o'sha qurolni reload, ya'ni qayta demak, o'q bilan to'ldirishga yoki sakrashga yoki bir boshqa narsaga. Eng muhimi, barmoqlaringizni stikdan olmasdan o'ynaysiz. Bu reaksiyani juda tezlashtiradi. Ya'ni mana shunday qilib turasiz, o'ynab turasiz, demak, qurolni qayta demak o'qlash kerak. Shu bosib qo'yasiz, bo'ldi. Stikdan olmagan holda. Albatta bu ergonomikasi mana hozirdan bilib turman, juda ham qulay va juda ham bir qo'lga ham yoqimli. Shu bois demak, ko'p o'ynaydigan odamlarga menimcha albatta olish kerak deb o'ylayman buni. Xo'p, hali yangilanish jarayoni davom etmoqda. Endi bo'lmasa, do'stlar, yangilanguncha pristavkamiz mana endi joykonlarning ham bir farqini ko'rsak bo'lar ekan. Demak, mana Switch 2 va Switch OLED, ya'ni Switch 1, endi o'sha OLED versiyasini demak, joykonlarni gripga qo'yganda mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bundan ham demak, joykonlarni yechadigan bo'lsak, mana qo'yamiz gripga. Demak, birinchisi o'sha aytganimdek, magnit bilan buni o'rnatilishi bu ancha qulay albatta. Endi ya'ni bu yoqda buni chiqarib, keyin mana iziga qo'yish kerak. Bu yoqda esa magnit. Bu albatta ancha qulay. Demak, ko'rinish jihatidan bu grip ko'rib turibsizlar, mana ancha yirikroq OLEDga qaraganda. Demak, birinchi Switchga qaraganda ham ancha yirikroq. Bu gripni keyin faqat mana mashtani nimaga mana shunaqa tekis qilishgan ekan, shu yog'ini tushunmadim ozgina. Ya'ni odatda mana bunaqa o'ynaladi-da. Ya'ni qo'l bu yoqda mana bu tugmalarda, stiklarda yuradi. Bu barmoqlar mana bu yoqda tugmalarni bosadi. Bu yerda ergonomika nuqtai nazaridan bu gripda mana ko'rdingiz, mana shu dumaloq kelib, bu yoqqa shu joykonlarning o'ziga o'tib ketgan. Ya'ni mana juda ham yaxshi o'ylangan deb o'ylayman. Lekin bu yoqda nimagadir mana buna qilib kesib qo'yishgan va alohida ajratib qo'yishgan o'sha grip panellarini. Muhandislik nuqtai nazaridan bu juda ham ajoyib yechim. Nimaga unaqa qilishgan bilmayman. Va mana ahamiyat beringlarni, bu yoqda demak pastida ikkita tugma bo'lsa, bittasi home, ya'ni uyga, asosiy menyuga qaytish bo'lsa,
bittasi screenshot olish adashmasam agar. Bunisida yana C nuqtasi ham bor. C nuqtasi bu kamerani yoqish, ya'ni onlayn o'yinlar o'ynaganingizda, demak, kichkina kamerasini olishingiz mumkin Nintendoni va shu tugma orqali kamerani faollashtirib, o'sha o'zingizni o'yindagi opponentingiz bilan suhbatlashsangiz, yo do'stingiz bilan gaplashsangiz bo'ladi. U ham sizni ko'radi, kamerasi bo'lsa, siz ham uni ko'rasizda. Shu muloqot qilsanglar bo'ladi. Xullas, shuning uchun qilingan bu nuqta. Tugma. Shu agar griplarga keladigan bo'lsak, demak, mana shu masala. Hozir endi griplarni chetga qo'yib turamizda, yana bitta virtualni endi asosiy premyeralardan biri bu yilgi, chunki Switch 2 endi chiqqaniga salkam 1 yil bo'ldi. Men shu paytgacha buni obzor qilmaganimning sababi birinchidan qo'limga kelmagan edi. Ikkinchidan hali ikkinchi reviziyasi, ya'ni ikkinchi yangilanishi chiqmagan edi. Mana hozirgi bu yukilayotgan yangilanishida birinchi chiqqan sistemadagi hamma kasalliklari, hamma qanaqadir baglari, hamma qanaqadir nuqsonlari bo'lsa, o'shalarni hammasini demak bartaraf etib, alohida bitta proshivkani yaqinda chiqarishdi. O'sha proshivka mana hozir yuklandi. Demak, endi barqaror ishlaydigan sistemaga aylandi bu. Shuning uchun hozir ayni o'sha uni xarid qilib, bemalol mazza qilib ishlatsa bo'ladigan paytiga yetib kelindi deb o'ylayman. Xo'p, do'stlar, endigina virtual bo'yi men raspakovka qilib sizlarga ko'rsatmadim, lekin mana обновление tugabdi, yangilanish. Demak, yana Nintendo Switch 2 ga qaytamiz. Xo'p, sistemamiz yangilandi. Demak, вы можете передать данные с консоли Nintendo Switch на эту консоль Nintendo Switch 2. Demak, eski Switch'lar bo'ladigan bo'lsa, bundan shunga ko'chirib o'tsanglar bo'ladi deb qo'yibdi. Aynan shuni amalga oshiramiz, hammasini yangidan yozib yurmaslik uchun. Shuning uchun mana shu tugmani bosamiz. Xo'p, biz rozimiz shunga. Xo'p, demak, если у вас есть карта памяти microSD Express, вставьте ее. На вставленной карте памяти microSD Express вы можете сохранить разные игры, например, загружение программ совместимые только. Demak, microSD Express kartangiz bo'lsa, hozir qo'yib qo'yishingiz mumkin deydi. microSD Express kartamiz bor 256 gigabaytli, lekin men hozir buni ishlatmayman, chunki yaqinda 1 terabaytlisi keladi. O'sha 1 terabaytlikni qo'yaman bir yo'la. Sababi, demak, o'zida 256 gigabayt xotira bor. Hozircha o'ynashga bu yetadi. Lekin katta o'yinlari 70-80 gigabayt atrofida Nintendo'ning ham. Shuning uchun, masalan, 2-3 ta o'yin qo'yadigan bo'lsangiz, xotira to'lib bo'ladi. SD kartani qo'yadigan bo'lsangiz, unda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Shuning uchun 1 terabaytlikni olinadigan bo'lsa, unda ancha ko'p o'yin o'ynasa bo'ladi. Shuning uchun buni o'tkazib yuboramiz. Xo'p, demak, Nintendo o'zingizni o'sha shaxsiy akkauntingizga kiring deb aytmoqda hozir. Xo'p, endi demak, kerakli omillarni hammasini yuklab olish uchun, ya'ni o'sha ayni jarayonda sistema o'chib qolmasligi uchun buni ulab qo'yinglar degan anaqaga, blok pitaniyaga, ya'ni quvvatlash blokiga. Demak, hozir buni quvvatlash blokiga ulab qo'yamiz va ko'chirgunicha sekin endi virtual bo'y bilan shug'ullansak bo'ladi. Do'stlar, demak, biz o'rtada kichkinagina bir tanaffuscha qilib oldik. Bu konsoldan bu konsolga o'tkaza olmadik o'yinlarni. Sababi, agar bu konsoldan bu konsolga o'tkazadigan bo'lsanglar, o'chib ketadi bu yoqdagilari dedi. Bizga bu narsa kerak emas. Shuning uchun o'zimning akkauntim bilan kirib qo'ya qoldim-da va bor mavjud o'yinlarni hozir mana yuklash jarayoni ketmoqda. Ya'ni internetdan o'zi sekin-sekin yuklab oladi konsol. Demak, endi mana ikkita Joy-Conni ham yangilamoqda hozir. Joy-Conga ham demak yangilanishlar kelib turadi. Funksiyalar o'zgarsa kerak shu bilan. Mana yengilab bo'ldi. Xo'p, qani endi demak Mario Kart World'ni qo'yib ko'ramiz. Bu o'yinni shubhasiz bir hit bo'ldi deb aytishdi. Juda ham bir qiziq o'yin ekan deb e'tirof etildi bu o'yin. Men Mario Kart 8 Deluxe o'ynagan edim. O'zi umuman eng birinchi mana shunaqa multfilm sifat demak poygalarni men Sony PlayStation 1 da o'ynagan edim. Ya'ni o'shunda adashmasam agar nima edi nomi, bunda tulkichaga o'xshagan bir hayvoncha yurardi. Esimdan chiqib qoldi hozir. Xullas, o'sha o'yinda o'ynagan edim shuni.
Ajoyibot, mana buni qarang, demak, kattakon idishga kichkinagina bir mana bunaqa kartrij joylab qo'yishibdi. Ajoyib. Shuni elektron kodini bersa ham bo'lardi bunda o'ylab qarasa, sababi odam elektron kodi bilan joylab qo'ysa ham bo'lardi shu narsani. Xo'p, mayli. Demak, g'ilofini ochamiz. Kartani joylaymiz, g'ilofi yopamiz. Mana o'yin paydo bo'ldi. Demak, bu yerdagi o'yinlarni paydo bo'lmayotgani, ular hozir mana virtualniy игровые karta, ya'ni virtual o'yinlarda mana akkauntimda bor o'yinlar, lekin ular hozir to yuklanguncha, demak, vaqt o'tadi. Shu bois hozir o'sha kartrijda qo'yilgani ko'rinib turibdi, ya'ni mana Mario Kart World. Mario Kart World! Bu o'yinni open world, ya'ni ochiq dunyoli o'yin deyishadi. Ya'ni qanaqadir bir trassalar bilan, yo'llar bilan juda ham chegaralab qo'yilmagan, ko'p joyda yursa bo'ladigan o'yin deyishadi. Qani ko'ramiz hozir. Hop. Mario uchun o'ynaymiz. Hop, o'yin, demak, mashinani. Mana shunaqasini olamiz. Boshladik. Esladim, Sony'dagi o'yinni Crash Bandicoot edi. Birinchi marta mana shunaqa multfilm poygalarini o'sha Sony'da Crash Bandicoot'da o'ynagan edim. Qani? Mana ani bosib turar ekanmiz, shu bilan tezlik oshar ekan. Hop, ketdik. Bu ham o'shanga o'xshagan, demak, mana qutichalarning ichidan nimadir bonuslar chiqadi. Shu bonuslar keyin mana qanaqadir mana bunaqa qurollarga yoki tezligi yana nimalargadir aylanadi. Mana bu yerda ikkitalik bonus bor ekan. Mana ikkitalisini olamiz. Raketa bilan urib yubordim. Qo'y. Voy. Qanaqadir ancha bir katta maxluqqa aylanib qoldim, lekin bu yana kichkinaroq bo'lib qoldi. Ani turbo rejimga o'tildi. Hop. Demak, mana bu arklardan o'tgandan keyin tezlik oshar ekan. Hop. Hop. Bananni demak yonimizdagi mana odamga qo'yib ketishimiz mumkin ekan. Mana. Va u sirpanadi. Hop, demak do'stlar, mana o'yin mana shunaqa, demak, ancha ranglari yaxshi, gameplay yaxshi. Buni hali o'ynab keyin bir alohida qanchadir muddat men foydalangandan keyin sizlarga ayta olaman o'zimning fikrimni bu borada. Hozircha masalan menga juda ham ma'qul. Ekranning kattaligi ham, ranglari ham yaxshi. Men o'ylardimki, OLED bo'lmagani uchun ancha noqulay bo'ladi o'ynashga deb o'yladim. Yo'q, unaqa emas ekan. Xo'p, demak, alohida bo'lishaman bu narsa bilan sizlar bilan, ya'ni qancha ishlab berishi, buni avtonomligi haqida, chunki Cyberpunk 2077 degan bir o'yin bor. U juda ham og'ir o'yinlardan biri va aynan Nintendo Switchga uni porti chiqqan, ya'ni Nintendo Switch uchun versiyasi bor bu o'yinni. O'sha o'yinni ko'rib, ya'ni necha FPS tortadi, keyin qanaqa tortadi, bunga qotishlari bo'ladimi, bo'lmaydimi, shuni bir ko'rsak bo'ladi. Shu o'yinda sinab ko'ramiz bu narsani. Hozir endi do'stlar, kelinglar bir Nintendo Virtual Boy haqida gaplashsak. Bu birinchidan
Mana shuni shundoq olib qo'ysam, demak, bir qisqacha e'lon do'stlar. Mana mana bu yerda bu soatda ko'rib turibsizlar. Hozirgi paytda mani obunachilarimiz soni YouTube kanalida 3200 dan oshgan. Obuna bo'lgan odamlarga katta rahmat, ya'ni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun. Sababi har bitta olib keladigan gadjet orqasida bir qanaqadir suhbatlar, qanaqadir mashaqqat, qanaqadir moddiy bir masalalar bor. Shuning uchun sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar, ya'ni obuna bo'lishinglar, yo bir qanaqadir izohlarda o'zingizlarning kommentarlarni yozishinglar, yo like qo'yishinglar bizani yanada ruhlantiradi, jamoamizni, Koreli jamoasini yanada tezroq bir yaxshi gadjetlarni topib, sizlar bilan ushbu axborotni, yengilliklarni bo'lishishga. Shuning uchun rahmat qo'llab-quvvatlaganlar uchun, rahmat obuna bo'lganlar uchun. Ko'rayotgan demak odamlarning orasida obuna bo'lmaganlar ham bor. Iltimos qilamiz. Og'irlik joyi yo'q buni. Tugmachani bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bizga lekin bu narsa juda ham katta yordam bo'ladi. Demak, davom etamiz. Nintendo Virtual Boy. Bu Nintendo kompaniyasining eng g'aroyib, eng tushunilmagan deb ham ayta olaman va eng vaqtidan oldin chiqqan gadjetlardan biri bo'ladi. Bugungi kunga kelib, mana demak, fevral oyida buni ikkinchi avlodi xaridga chiqdi. Mart oyida biz buni olib keltirgan edik. Bizda bor edi bu narsa. Lekin gadjetlar ko'pligi uchun va ularni tez demak taqdim qilish kerak bo'lgani uchun bu qolib ketaverdi. Mana nasiba endi bugunga kelgan ekan. Bugun mana sizlar bilan buni raspakovka qilamiz. Lekin bu aytganda ikkinchi avlodi. Buni birinchi avlodi ancha oldin chiqqan. Buni qisqacha tarix bilan oldin men sizlarni bir tanishtirib chiqaman. Demak, bu loyiha 1995-yilda boshlangan. O'sha paytda Nintendo Virtual Boy chiqqan va virtual reallik sifatida taqdim qilingan. Lekin bugungi VR kabi emas. Bu yerda faqat qizil va qora ranglar bor edi. Ya'ni qizil bilan qora rangda ko'rardi odam displeyda. Va bu juda tez ko'zni charchatgan. Ustiga ustak dizayn ham noqulay bo'lgan. Uni boshga taqmagan, ya'ni stolga qo'yib, egilib o'ynash kerak bo'lgan va bir necha daqiqadan keyin odam juda ham charchab qolgan. O'ylar juda kam va unchalik qiziq bo'lmagan. Shuning uchun odamlar unga qiziqmadi. Eng asosiysi vaqt, ya'ni 1995-yilda odamlar VR garnituraga tayyor emas edi. Ya'ni Nintendo bu bozorga vaqtidan ancha ilgari kirib kelmoqchi bo'lgan va shu bois texnologiya yaxshi kutib olinmagan. Sotuvlar kamayib ketdi va oxiri bu proyekt yopildi. Virtual Boy bu yomon mahsulot emas, balki o'z vaqtidan oldin chiqqan g'oya hisoblanadi. O'tgan yil sentyabrda Nintendo yana bir bor hammani hayratda qoldirdi. Nintendo Virtual Boy'ning zamonaviy, deyarli ideal qayta ishlangan versiyasi taqdim etdi. U Nintendo Switch 2 va oddiy Switch bilan ishlaydi va bu reliz Nintendoning Virtual Boy o'yinlarini qayta tiklash rejasi bilan bog'liq bo'lib, endi Red Alarm, Wario Land va Mario Tennis kabi klassikalarni yangi avlod konsolida o'ynash mumkin. Eng qiziq jihati, bu qurilma shunchaki aksessuar emas, balki original Virtual Boy'ning aniq replikasi bo'lib ishlangan. Ya'ni dizayni, o'sha qutisi ham hamma narsasi o'xshash o'shanga. Faqat farqi oldingi Virtual Boy'da demak joystik bo'lardi. Joystik bilan birga o'ynalardi. Bu Virtual Boy'da unaqa kontroller yo'q, ya'ni o'sha yoki Joy-Con bilan yoki menimcha Pro kontroller bilan ham o'ynasa bo'lsa kerak. Demak, o'sha aytganimdek, detallarigacha, fokus, IPD regulyatorlari, korpus elementlari, o'shani tagiga qo'yadigan tegligigacha hamma mexanizmlari bir xil saqlangan. Qurilmaga Switchni joylash orqali siz klassik o'yinlarni o'sha formatda his qilasiz, biroq bu haqiqiy VR garnitura emas, balki stol ustida ishlatiladigan bir sistema. Sifat jihatdan mustahkam va yaxshi yig'ilgan, lekin funksional jihatdan cheklangan o'yinlar faqat Nintendo Online demak obunasi orqali ishlaydi va ularni alohida sotib olish imkoni yo'q. Shuning uchun bu mahsulot keng omma uchun emas, balki o'sha paytlarda shu mahsulotni ko'rgan va o'sha nostalgiyasi bor yoki bir texnologiyalar borasida qanaqadir bir tajribalarni yaxshi ko'radigan, eksperimentlarni yaxshi ko'radigan odamlar uchun deb o'ylayman. Endi qani kelinglar bir raspakovka qilamiz, ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'sh. Demak, mana bunaqa karton qoplamalari bor yonida va bundan tashqari yana karton qoplamalari mana tagligiga va bu yerda yana nimasidir va mana makulaturasi.
Xullas bularni hammasini olib turamiz hozircha. Xo'p, mana demak o'sha virtual boy bilmayman endi buni VR ko'zgu deymanmi, yo VR shlem deymanmi. Xullas VR garniturani iqtibosi, bobojonisi, dodasi mana shu uskuna bo'lsa kerak. Xo'sh. Buni ham chiqaramiz. Mani hayratga soldi lekin hozir buni ko'rib turib men Apple Vision Pro ni esladim. Uni demak odam boshiga taqib ko'zgu sifatida ishlatib yuradi, lekin buni mana demak mana shunaqa qilib qo'yib, hop. Bizani kameralarni studiyada o'rnatadigan shtativga o'xsharkan mana bu narsasi. Ajoyib ekan. Hop. Bunga qotirilarmikan? Yo'q, qanaqa bo'lar ekan bu? Ha, mana. Mana shundoq qilib qotirib qo'yilar ekan. Ajoyib. Sal qiyshurroq turibdimi? Ha, mana. Demak, men bu oyoqchalari bilan buni va boshimizga demak hop. Murvatlarni burab, demak, o'sha aytilgandek, mana shunaqa stol ustida turadi, do'stlar, va mana ichiga qarab o'ynaladi. Bilmayman, qancha o'ynab bo'ladi bunaqa bukilgan holatda. Juda ham uzoq o'ynab bo'lmasa kerak menimcha, va boz ustiga bu yoqdan mana shunaqa demak rezina qoplamasi bo'lishiga qaramasdan, bu yoqdan baribir ko'z tagidan nurlar urib turibdi. Ya'ni unchalik ham juda ham germetik emas deb aytmoqchiman. Xo'p. Yana eng yomoni buni baland yo pastqi bo'lmas ekanda. Ya'ni agar shtativga o'xshagan moslama bo'lsa, buni sal ko'tarsangiz yo sal tushirsangiz, masalan, menga mana bunaqa o'tirish qulayroq bo'lardi, lekin mana iloji yo'q. Mana shunaqa qilib o'tirish kerak. Xo'p, mayli. Demak, davom etamiz. Uni ichiga o'ynash uchun demak Nintendo solinadi. Demak, buni ichiga mana Nintendo solinadi, mana g'ilof ochiladi va Nintendoni demak yoqilgan holatida mana ichiga solamiz. Joykonlarni qo'limizga olamiz. Chunki joykon bilan o'ynaladi, boyaga aytganimdek. Xo'p, mana virtual boy demak dasturini ko'chirib qo'yganmiz. Ichiga joylaymiz va qopqog'ini yopamiz. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Qani? Xo'p, hamma yoq qizil, do'stlar. Men sizlarga aytsam, endi qop-qora. После установки консоли специальный аксессуар, посмотрите в аксессуар и нажмите A deb yozgan. Mana A ni bosamiz. Mana o'yinlarni tanlash jarayoni keldi. Hop. Mana Tetris bor ekan. Virtual boy, lekin do'stlar, ko'rib bir juda ham bir maza qilmadi deb aytaman. Birinchidan bukilib o'tiribman. Ikkinchidan faqat qizil bilan qora ranglar, boshqa rang yo'q. Bo'lmasa bu yengib chiqqan avlodi, lekin baribir o'sha Tetris ham juda ham bir ajoyib ekan. 3D bo'lgani uchun sal g'alatiroq ekan boshqarishga. Tushunishga ham sal qiyinroq ekan. Nima qilish kerak bo'pti o'zi?
ajoyib. Xullas, mana ko'rib turganinglardek, hozir ekranga chiqarishga harakat qilaman. O'sha Tetrisda, ya'ni kubiklarni, o'sha g'ishchalarni demak joyiga tushirayotgan paytingizda o'sha atrofingizdagi demak dunyo aylanib turadi. Shuning uchun ancha qiyinlashtirgan bu ishni, lekin uncha yoqmadi menga bu o'yin. Qani, hop, bundan chiqib ko'ramiz endi. Hop. Demak, mana do'stlar, ko'rishinglar uchun bu mana shunaqa ko'rinishda ishlar ekan. Ya'ni mana ikkita demak displey, mini displey endi hozirgi ochkilarda ham bor bu narsa. Demak, virtual o'sha VRlarda ham, MetaQuestda ham, boshqalarda ham bor. Mana ikkita displeyni bitta displeyga chiqarib qo'ygan. Qizil bilan qora rangi, o'zi boshqa hech narsa yo'q. Mana shunaqa ko'rinishda. Endi yaqinda ishlamda ko'rganingiz uchun buni yoningizda ko'rasiz. Demak, bitta ko'zga bu, bitta ko'zga bu va ichida yana lupaga o'xshagan narsasi bor, kattalashtirib beradigan. Shuning uchun bir qanaqadir virtual jihatdan bir buni zo'r qanaqadir bir uskuna deb bilmayman, juda ham qiyin yetishlar ekan. Xo'p, endi boshqa o'yinini ham o'ynab ko'ramiz, qani. Demak, mana Tetris, Wario World, Golf, Mario Tennis qayerda ekan? Qani, mana buni o'ynab ko'ramiz hozir. Bu demek Space Pinball ekan, ya'ni Cosmic Pinball. Pinballni bilasizlar endi. Bitta koptovchi yuradi, pastda ikkita darvoza bo'ladi, uni koptovchani o'shani urib olib pastga tushib ketmasligi kerak shu masala. Xullas, do'stlar, bunga o'rganish kerak ekan. Ya'ni o'rganib, o'sha nigohni to'g'ri qaratganingizdan keyin haqiqatan bir o'sha 3 ta kenglikda ishlaydigan bo'lib qolar ekan. Lekin menimcha odam bir 5-10 minut o'ynagandan keyin o'sha bukchayib o'tirganini hisobiga, boshni mana qilib egib o'tirganini hisobiga va o'sha nigohida qora qizil ranglar bo'lganini hisobiga menimcha ancha bir noqulayliklar qilsa kerak. Lekin ozgina tomosha qilgandan keyin o'sha ko'z qo'pol qilib aytganda sozlanib olgandan keyin ancha haqiqatan o'sha uchida bo'lib ajoyib ko'rinar ekan. Xullas, do'stlar, aynan virtual bo'y haqida nima deyishim mumkin? Buni har kuni o'ynash menimcha odamga og'irlik qilsa kerak, sog'lig'iga ham juda ham bir zo'r ta'sir qilmasa kerak, yana ham bilmayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Lekin bir gadjet sifatida olib bir o'ynab ko'rishga, ya'ni Nintendo kompaniyasi ham
bunga yengilliklar chiqariladi yaqinda degan bir axborotda bergan. Balkim ranglar jilosi ko'payar, balkim bir qanaqadir yangilanishlar chiqqandan keyin boshqacha bir o'yinlar chiqar, ya'ni ko'paytirar o'yinlarni. Balkim o'shandan keyin o'zgarar, lekin aynan mana shu turishida, ya'ni stol ustiga qo'yib qo'yib mamna qilib o'ynashda shaxsan men uchun masalan juda ham bir qiziq gadjet emas, lekin yangi chiqqan gadjet bo'lgani uchun va tarixiy bo'lgani uchun qaysidir ma'noda shuning uchun olib raspakovka qilib sizlarga ko'rsatishi va sizlar bilan bo'lishishi o'zimga lozim deb topdim. Ya'ni o'sha o'yin tajribasi haqida bu gadjetni. Mayli, bormi? Bor. Xo'p, bildik virtual bo'y nimaligini ham. Endi virtual bo'yni olib turamiz. Bundan tashqari bizga demak Gamebox.uzdan hamkorlarimiz yaxshi bir chexol ham berishgan. Nintendo endi ekrani bo'lgani uchun va yoningizda olib yurishgan, cho'ntagingizga solib yura olmaysiz, baribir hajmi bor. Shuning uchun albatta chexol olgan yaxshi deb o'ylayman. Switch OLEDga ham chexol bor edi, mana bunga ham endi chexol bor. Bu hard case, ya'ni qattiq, yumshoq emas. Demak, mabodo bironta joyga bir qattiqroq qo'yib qo'ysangiz ham, yo qo'lingizdan tushib ketsa ham, bir zarba bo'lsa ham, demak unchalik bir qanaqadir talofat yetishi kerak emas. Hop, oldindan ko'rinishi mana shunaqa, orqadan ko'rinishi mana shunaqa, yonidan ko'rinishi mana shunaqa. Mana ko'rib turganingizdek, joykonlarga joyi ham bor. Qani endi ichini ko'rsak. Hop, ichida ekran archishga lattachasi bor. Muhim narsalardan biri, ya'ni ichi to'liq mana shunaqa mikrofibra sifat bir mato bilan ishlab chiqilgan, ya'ni konsolda bironta joyi qirilib qolmaydi. Bu juda ham muhim narsa. Bu bir. Ikkinchidan, bu yog'ida mana shunaqa aksessuarlar uchun, demak, mana kartrijlarni solish uchun alohida cho'nchaklari bor. Bu yoqda demak boshqa siminimi, boshqa narsasini solish uchun ham mana alohida demak cho'nchagi bor. Bu ham juda ham qulay. Xo'p. Ichiga joylashtirib ko'ramiz. Mana joylashtirdik konsolni. Mana stiklarning o'rni ham bor ekan bu yerda. Demak, konsol mana rezinka tegidan o'tkaziladi konsolni. Konsol mana anaqa bilan birga, demak, mana shu bilan birga o'rnatilar ekan. Hop, demak, yopdik va mana endi bemalol ko'tarib yurish mumkin. Demak, konsolni ishlashi masalasi, demak, o'yinlarda qanaqaligi haqida alohida bir kengaytirilgan yana obzorni sizlarga taqdim etamiz do'stlar. Bugungisi faqat shu raspakovka edi, Nintendo doirasida. O'sha yangi Switch 2 OLED Switch bilan solishtirish, Nintendo virtual bo'yi sizlarga ko'rsatish. Mana shu edi maqsadimiz. Maqsadimizga erishdik deb o'ylayman. Yana Nintendo haqida alohida gaplashamiz. Umuman o'yinlar haqida alohida bir rukun qilamiz endi. Ya'ni yangi chiqadigan o'yinlar, ularning anonslari, shular haqida gaplashamiz. Shuning uchun sizlarni ham faolroq bo'lishga men undab qolaman. Bizani YouTubedan tashqari Instagramda va Telegramda ham kanallarimiz bor. O'shanda o'zingizlarning fikrlarini yozinglar, ko'proq o'zingizlarda bor ma'lumotlar bilan bo'lishinglar, chunki bilgan bilmagan narsalarimiz bor bizning jamoamizdan ham. Shundan kelib chiqib biz ham bir kontentlarni tayyorlashda, ancha bir ularni sal boyitib berishda, sizlarning tajribalar bilan alishishda harakat qilamiz. Shu bois hammaga rahmat kuzatib qolganligiga yana bir marta eslatib o'taman. Mana bugungi kungi obunachilarimiz soni, shu sonni ko'payishni men juda ham xohlardim. 1 million bo'lishni ham, 2 million, 3 million bo'lishni ham xohlardim. Imkon qadar shu maqsad sari sizlar o'zingizlarni hissanglarni qo'shishinglarni so'radim. Rahmat, xayr, yana ko'rishguncha. Demak, do'stlar, endi narxlariga agar mabodo keladigan bo'lsak, bugungi kunda Nintendo Switch Bundle taxminan bir $650-700 atrofida nari berisi bilan, Nintendo Switch OLED taxminan bir $250, $300 atrofida, u ham nari berisi bilan.
Virtual Boy Nintendo'ning ofitsial sayti narxi $99. Men o'sha ofitsial saytidan Nintendo'ning o'zidan xarid qildim bu narsani va unga qo'shib o'sha boshida aytganimdek menga merch sovg'a qilib yuborishdi. Chunki izohlarda, xatlarda men yozdim, shunaqa ko'raylik kanali bor. Men O'zbekistondanman. Biza mana shu Nintendo o'yinlarini o'ynaymiz. Bizada ham ixlosmandlari bor shu Nintendo o'yinlarini va men ko'rsatmoqchiman Virtual Boy'ni deb. Shunda shu Virtual Boy'ga qo'shib yuborib berishdi shunaqa merchlarni. Yana bir marta rahmat deymiz. Demak, $99 o'sha saytida buni men Globing kuryerlik servisi orqali olib keltirdim bu yoqqa. Sayti bor globing.uz, kirib o'sha shartlar bilan tanishib olib keltirsanglar bo'ladi. Taxminan 1,5 kilomi 2 kilo chiqdi bu. Ya'ni o'sha olib kelishiga ham 2 kilosiga ham pulini to'ladim. Shu bilan menga bir 2-3 haftada keldi Nintendo'ning o'zining saytidan. Demak, narxlar bo'yicha masala shunaqa. Bu taxminan bir $100 atrofida nari berisi bilan. Shunga o'sha boshda aytganimdek, bizaga demak Pro kontrolleri, Nintendo Switch 2 ni, demak g'ilofi va boshqa aksessuarlarni taqdim etgan Gamebox.uz demak Telegram kanalidagi onlayn do'konidan biz minnatdormiz. Boshida aytganimdek, opisaniyada silkasini qoldiraman. Havola orqali o'tib, bemalol o'sha onlayn do'konda bor narsalar bilan, mahsulot bilan va yengilliklar bilan Nintendo dunyosidagi tanishsanglar bo'ladi. Haqiqatdan men masalan yoshim 50 ga borib qolgan bo'lsa ham haligacha Nintendo o'ynab turaman. Masalan Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe va boshqa o'yinlarni va bundan tashqari endi eski bizani avlod uchun nostalgiya bo'lib qolgan demak Mario World, Super Mario Bros va Contra o'yinlarini ham o'ynab turaman. Shuning uchun buni alohida bir o'zini qanaqadir vibe bor. Shu bois narxlarni aytib o'tdim, havolani qoldirdim pastda. Demak, bemalol kanalga kirib a'zo bo'lsanglar bo'ladi.